Siz uxlayotganingizda mushugingiz sizni yuzingizga qarab turadi. Buning sababi qo'rqinchli darajada qiziq. Buni bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Uy hayvonlarini saqlash, ularni to'g'ri davolash va to'g'ri parvarishlash haqidagi videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta mening kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Birinchisi, mushuk siz nafas olayotganligingizni yoki harakatingizni tekshirish uchun sizni kuzatib turadi. Ular harakat va nafasni juda yaxshi sezishadi. Ikkinchisi, bu mushuk siz uxlayotganda eng xushyor rejimni yoqib oladi. Chunki u o'zini podani kuzatyapman deb o'ylaydi. Ayrim mushuklar egasi uyg'onmaganda xavotirga tushib boshlaydi. Shuning uchun yuzga tegadi yoki miyovlaydi. Siz mushukni ovqat beruvchisiz va xavfsiz joyisiz. Shuning uchun qorningizda yoki boshingiz tepasiga kelib uxlaydi mushuk. Mushuk sizni oldingizga uxlayotganda kelib tursa agar, balkim u sizni qo'riqlayotgandir. Siz yana qanaqa faktlarni bilasiz? Kommentariyaga o'z